Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz hozir Buxoro Moskvaga Cobaltda chiqdik, yengil mashinga. Rulda o'zim haydab boryapman. Passajirlar bor. Passajirlar hozir qorong'ida ko'rinmayapti. Atak qani. Hozir. Men haydayotgan payt video qo'yish tursa, telefon parolni ochmayapman-da, hayd to'xtagan paytimiz video qilib olyapman. Qanday fikrlaringiz men haqimda? Qanday mashina haydayapman? Yaxshimi, yomonmi? Yaxshi. Bo'ladi. Endi birinchi martaga yaxshi, yomon emas. Yomon tomonlarini ham aytavering-da, bemalol. Yana mana shu ko'proq yo'lda yurish kerak, ko'proq sayohat qilish kerak. Oli safarimiz uzoq davom etadi. O'zbekistondan oson chiqdik. Qayerda qiynaldik deb hisoblaysizlar? Qozog'istondami yo mana Moskvaga biz Rossiyaga kirdik-da hududiga. Shu postlarda kuch yoqtirmaymiz-da. Tezroq o'tkazaversa, ma'qul bo'ladi. Qozog'istonga biz ham tez o'tkazmadi, to'g'rimi? Endi Ochrat ko'p. Qozog'istonga kirishga muammo bo'ldi, chiqib ketishga muammo bo'ldi. Tak, общий Buxoro Qozog'istondan dam olish joylari, stolovoylar yaxshi ekan. Arzon ham. Ha. Arzon. Joylari, lechebni joylar yaxshi. Общий Cobalt bilan chiqsalaringizlar, lekin Cobaltga tan berdim. Cobalt trassa qurolli ekan haqiqatdan ham. Biz hozir Buxorodan Toshkentgacha общий расход qilinadigan bo'lsa, Moskvagacha keladi Cobalt 350, ana shunday dollar atrofida keladi. Страховкаga yozish kerak. Bu mashina men nomimda emas, страховкада ham pul beriladi. Shunisi ham bor. Xullas, pul ketadi 350 dollar, 400 dollar mashina расходiga ketadi. Просто tak. Dokumentariyaga, vozlar bor 1 yillik, ana shu narsalar bor. Xullas 400 dollar bilan bemalol chiqsa bo'lagan Cobalt pulini oqlab, bemalol Moskvaga keladi. Ayniqsa propanda bo'lsalaringizlar, вообще propan arzon. Qozog'istonda bitta bakni to'ldirishimiz 40 talik ballonni to'ldirdik. Qancha bilan bo'lishi? 4200 tanga. 4200 tanga. Agar o'zbek so'miga uraydigan bo'lsak, bu 110 ming so'mga 40 talikni to'ldirdik propanni Qozog'istonga. Keyin bir Rossiyaga 1000 rubldan to'ldiramiz, 400 rubldan. Mashina 500 ta 600 ta probeg beryapti, yomon emas, zo'r. Cobalt ekonomishni haqiqatdan ham. Eng qiziq bo'lgan joyi Qozog'istonni уже 50% emas, bir 70% уже faqat bizani Cobaltlarni minib yuribdi, MCMlarni minib yuribdi, maza qilib yuribdi. Cobalt O'zbekistonda ham ko'p ko'rdik, Qozog'istonda ham ko'p ko'rdik. Qozog'istonga silishkim ko'payib ketgan. Ayollar ham, qizlar ham, qariyalar ham hammasi Qozog'istonda, o'sha ichki ishlari ham, o'sha gaylar deymizmi ularni, hammasi Cobalt minib yuribdi. Moskvada Lada Granta endi. Lada Granta ko'p yuribdi. Men ko'p e'tibor berdim. O'zbeklar bu yo'g'iga Cobalt haydab yuribdi trassaga. Atak zo'r, yomon emas. Qaysi furantga kirib ketaylik o'g'li? Ishqilib eson-omon kelamiz. Moskvaga yana 800 kilometr qoldi. Men o'g'li toza shoferman. Prava olganimga уже 2022 yil olganman-da. Hozir biza, to есть bu video rolikni yozamiz 2026 yil 30 aprel ekan bugun. Mana shu paytda yozilyapti. 30 aprelda. Gay ushladi. Amnay mashina harakatlantirgan paytim amnay qilib tak rementa tak o'tkazdim. Videoga tushgan ekan 350 rublmi shunday shu yoqda shtraf yozdi. Anchadan bir 500 metr yurgandan keyin to'xtatdi. Gay videoda syomka qilgan ekan bu narsani. Tak hozirgi mashina Cobalt avtomat, bu ham MCM nima? MCM. Menga qiyin bo'lyapti ayrim joylarda. Telefondan foydalanmayman deyarli. Faqat navigatorga bitta qarab qo'yaman. Yo'lga, tez o'sha polosalarga qaraysiz. Shaharga kelgan payt bateriya bo'lyapman. Juda endi mashina Cobalt o'zi 12 ming, 13 ming dollar. Endi harakat qilasiz avariya bo'lmasligi uchun.
maksimal darajada. Shu yo'llarni nazorat qilib ketasiz. Joyi kelib 150 ham bosdik, joyi kelib 50 yurishimiz kerak bo'lgan joyga 30 ham yurdik. Ну, atak опаснeyroq. Menga unaqa staj yo'q hali. Haydaganman, ko'p emas. Staj yo'qligi uchun menga salgina опаснeyroq bo'libdi. Joy kelgan paytlar haydamayapman ham, dam olyapmiz просто tak. Atak men Cobalt'ni bu videorolikdan maqsad 100% men uverin bo'ldim. Shu Cobalt дорожныйda, shu pulini oqlaydigan mashina ekan. Ham ekonomichniy, ham komfort. Qiynalyapsizlar mana shu Cobalt'ga. Cobalt yaxshi. Qiyinchilik yo'q. Keng. To'g'rimi? Pechorchga kirdik, xohlagan joyga to'xtayapmiz. O'zi iloji bo'lsa to'xtayapmiz. Shu. Atak charchatmayapti ham meni. Captiva yo boshqa mashinalardan 1000 marta yaxshiroq. Hozirgi MCMlarni Cobaltlarni yomon deyapti. Endi bilmadim. Nima bo'lsa ham yangi minib yurish kerak, yangi salondan olish kerak. Sho'r bo'lib haydash kerak. Yamalarga kirizmasdan mashina asrab haydasa, Cobalt pulini oqlayganda. Men shu narsani 100% uverin bo'ldim. O'zbek xalqiga tavsiya etib bilaman. Buni kredit qilmanglar. Naqdga olishga harakat qilinglar. Haydalgani ham bo'lmaydi. 3 krug, 4 krug yurgani ham bo'lmaydi. Chunki 3-4 krugda qanaqa moy qo'yilgan unga. Mashina asosan nimadan buziladi? Shu yamalarda ko'p haydaydi, bosadi. Ana sifatsiz benzindan, mo'yni vaqtida almashtirmasdan, ana shu mashinaga уже 5000 ta bo'lmasdan уже mo'y almashtirilgan. Bu do'stim mashinasi, hamma tomonlama mashinaga qarab yuradi. Tak, yana nima kamchilik? Kamchilik stak propani qo'yilgan bunga, stak firmasiniki. 100 dan keyin furalarni quvib o'tish jarayonimda muammo bo'lyapti. Motor qilib ovoz chiqaradi, gazni dakansa bo'lsam. Atak benzinda bunaqa bo'lmaydi. 100 dan keyingi qittigina uzilishlar bor propanda. Lekin benzinda aytgan tezligini aytgan payt beryapti. No, endi biz ekonomichni bo'lsin deb propan ko'pincha naq qilyapmiz. Zapravka qilyapmiz. Men ko'p narsasiga avtomat korobkani tushunmay ekanman. Kommentariyada yozib qoldiringlar. To'g'rimizni bosyapman, P-ga, R-ga o'tibdi. Men svetoforlarga ko'pincha parkovkaga emas, neytralkaga to'xtayapman. Neytralka. P-ga chiqarmayapman-da. P-ga to'g'rimizni bosib yana D-ga urish ko'p vaqtni olyapti. Odam baribir qo'rqadi. Neytralkaga ushlab turibman. To'g'rimizni ham bosmayapman, chunki normal yo'llarda to'xtaymiz-da svetoforlarga. D-ga o'sha bilasizlar, drive ish qilib mashina kilometraji hali yangi 11000 ta bo'libdi o'zi. Hay, shu hozircha shu deslar. Buxorodan Moskvaga ketyapmiz. Qo'rquvlar bilan ayrim joylarda